Hürmetli vatandaşım, 2 gün burun tayyorlagan bir parça maqalamizga diqqat qiling. Endi maqalamizni kelimiz yuqorida xo'sh xabarni aytib bo'ldik sizga. Endi tövendikilik şeyimizga diqqat qiling, hurmatli vatandaşım. Kelgusida Jungoga eng qo'rqinchli ofat Xinjiangdan keladi. Mavzuli xabar 9-ayning 5-kuni Vanvitor betida e'lon qilindi. Xabar mundaq boshlanadi. Gerçi Janubi dengiz vaziyeti köp dikkat tartkan bolsa-mı, Amerika ile Yaponiyanın Jungo qaratkan sezgör siyasetleri, Tayvan ve Şangang'da kötürülüp atkan g'alaba bu meseleler qaramakka intayin eğri bolsa-mı, lekin uzundan qaraganda yuqorqi meselelerinin Jungoga ko'rsatadigan ta'siri köp chaqlarda cheklik bo'ladi. Tayvan Şangang deganlarning ko'rsatadigan ta'siri cheklik bo'ladi deb hukm qilib o'tadi. Vaqtning o'tishiga ergishib, Jungoning bu masalalarni bartaraf qilishi kuch jihatdan ish boradi. Amaliyotda Jungoga kelgusida yetib keladigan haqiqiy ofat Jungoning oltidan bir territoriyasini egallab turgan ichki tashqi muhtojlik qiyin kechiringlar. Amaliyotda Jungoga kelgusida yetib keladigan haqiqiy ofat Jungoning oltidan bir territoriyasini egallab turgan. Nima Jungoning territoriyasi ekan bu 6dan 1, 8dan 1? Nig'ini aytmamsan, Jungoning mustamlikasi demamsan. Territoriyasi egallab turgan ichki tashqi muhtojlik, qiyinchilik ichida kun sayin ojizlashayotgan Xinjiangdan keladi. Diqqat vatandoshim. Abdur xabarda e'tirof qilib o'tdi. Ichki tashqi muhtojlik, qiyinchilik ichida kun sayin ojizlashayotgan Xinjiangdan keladi tahdidlaydi. Chunki uzundan qaraganda Xinjiang masalasini keltirib chiqaradigan ichki tashqi sabablar bargan sari kontrol qilg'ili bo'lmaydi. Chunki uzundan aytganda Xinjiang masalasini keltirib chiqargan konkurs sabablarni bargan sari kontrol qilg'ili bo'lmaydi. Bu hukm intayin chiroyli logikalik hukm ekan. Balki Xinjiang masalasidan iborat bu eg'ir masala keltirib chiqaradigan oqibat bargan sari eg'irlashadi. Albatta shundoq bo'ladi. Xabar yozuvchi efendim. Bir tarafdan aytganda Xinjiangning coğrafiyalik muhitida kelgisi 10 yilda zo'r va jiddiy o'zgarish yuz berdi. Balki hozir boshlandi. O'zgarish Xinjiangning atrofidagi muhitni o'zgarish hozir boshlandi. İslamik teröristlar qatorliq muqimsiz omillar Xinjiangning atrofidagi davlatlarda borgan sari kuch to'playdi. Balki uzun ketgan chegaralar orqali shiddat bilan Xinjiangga singib kirdi. Balki uzun ketgan chegaralar orqali shiddat bilan Xinjiangga singib kirdi. Amerikaning Afg'onistondan askar chekindirishiga ergishib, chiriklashgan, zaiflashgan Afg'oniston hukumati vaziyatni kontrol qila olmaydi. Shubhasizki, Afg'oniston Taliban qatorliq radikalistlarning bog'chisiga aylanadi. Balki burunqi o'xshashda Xinjiangning atrofidagi rayonlarga kengayib, radikal ideologiyalik iddiy fikr tarqatdi. O'rta Osiyoda cho'ng davlat hisoblangan Qozog'iston 76 yoshli rahbari Nazarboyev 1990-yildan boshlab bu davlatga prezidentlikni 26 yil o'tab keldi. Hozir qirib qoldi. Lekin Qozog'iston hozirgacha muqim siyosiy tuzum o'rnata olmadi. Millat tarkibi intayin murakkab qurilgan bu davlat Qozog'iston ko'p jihatda prezident Nazarboyevning inovatiga va siyosiy vositalariga tayinib keldi. Biroq Nazarboyevning izbosari bo'ladi deb qaralgan uning 2 nafar kuyovlining Aliyev va Kolybayevning biri Qozog'istondan qo'lab chiqarildi. Yana birisi so'q muomalaga uchrab kelmoqda. Amaliyotda bu davlat varislik qiladigan bir kishi yo'q, bir holatda turmoqda. O'xshashda bir vaqtda Qozog'istonning ichki qismida islom radikalistlar boy-kambag'allik farqining kaskinlashishiga ergishib, yaqindan beri radikal harakatlar qarshilashlar
yuqori palli ko'tarildi. Egirlaştı. Qozog'istonda egirlaştı. 2016-yılı 6 ayının 5 günü Qozog'istonning Aqtepe viloyatida terroristlik hujum yuz berdi. 17 nafar kishi halok bo'ldi. Bu albatta prezident vafot bo'lgandan keyin Qozog'iston butkul O'rta Osiyoda muqimlik jihatda zo'r tahdidga duch kelishdan derak berdi. Dunyoda nüfusu tez ko'paydigan davlat hisoblangan Pokiston bo'lib, bu davlatning g'arbidagi Pushtu millati nüfusining ko'payishi allaqachon bu davlatning xarablashgan iqtisodining ko'tarish kuchidan alqib ketdi. Çirekleşiş, nüfusning besimi, radikallik, boylik, kambag'allik farqi bu davlatda terroristlar harakatining bosh ko'tarishiga sabab bo'ldi.